Semizlik nasldan o'tadimi? Haqiqatda semizlik bu genetik holat bo'lib, nasldan o'tadi va ko'pincha qiz bolalar agar otasi semiz bo'lsa, o'g'il bolalar esa ko'pincha tog'asi semiz bo'lsa yoki onasi semiz bo'lsa, haqiqatda semiz bo'ladi. Lekin men ta'kidlab o'tmoqchiman, nasldan o'tishidan ham ko'proq yashash tarzi o'tadi bolaga. Ya'ni bola o'sha ota-onadan noto'g'ri ovqatlanishi, shirinlik ko'p yeyishi yoki kam harakatlikni o'rganadi. Yashash tarzi o'tadi. Shuning uchun ko'pincha bitta oilada ko'pchilik, ya'ni ham otasi, ham onasi ular hech qanaqasiga genetik bir-biriga o'xshashmas, lekin er-xotin baravar semiz bo'ladi. Va ulardan tug'ilgan bolalar birgalikda semiz bo'ladi. Chunki ularni hammaligini yashash tarzi bir xil. Ular bir xil xamir ovqatni yaxshi ko'rishadi. Ular bir xil kechqurunga televizor ko'rib o'tirib shirinlik yeyishni yaxshi ko'rishadi. Ular bir xil shirin ichimlikli ichishni yaxshi ko'rishadi va ular bir xil dangasalik, ya'ni sport bilan shug'ullanmaslikni, yurmaslikni, ovqat yegandan keyin yotib uxlashni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun hayot tarzi bir xil bo'lgani uchun oilada bir xil semizlik holatlari mavjud bo'ladi. Agar ota-onasi semiz bo'lsa, bu bola semiz bo'ladi degani emas. Masalan, 150-130 kilolik ota-onasi bo'lib turib, o'zini saqlab yurgan, ozg'in bo'lib yurgan insonlar bor. Chunki ular ota-onasidagi xatolarni ko'rib, uni qilmaslikka harakat qilishadi va o'zligini sport zalda ushab, to'g'ri ovqatlanishda ushab, tana vaznini saqlab turishadi. Chunki ular otasida qandli diabet, onasida onkologiya borligini bilishadi va bu kasallikka chalinmaslik uchun ularni o'zligini tana vaznini oshib ketmaslikka harakat qilishadi. Lekin ba'zi bir holatlar bor, odamlar, "Baba, ota-onam semiz, men ham semiz bo'laman" deb o'zini tashab qo'yishadi. Ular hech narsaga intilishmaydi, tana vazni ushab qolishga harakat qilishmaydi. Bu odamlar albatta ham semiz, ham xuddi o'sha kasalliklar bilan kasallangan bo'lishligi tayin. Ozolmayotgan insonlar albatta parhez qilishligi, sport bilan shug'ullanishligi, hayot tarzligini o'zgartirishligi va gormonal holatni to'g'irlash uchun endokrinolog shifokorga murojaat qilishlari kerak bo'ladi.